tagliklar davolovchi va ajratuvchi bo'ladi. Davolovchi tagliklar davolovchi ta'sir ko'rsatadigan va kariyes ko'pak tubiga qo'yiluvchi taglik bo'lib, ularning qo'yilish sxemasi quyidagicha bo'ladi va odontotrop biologik kombinirlangan turlari uchraydi. Odontotrop kalsiy gidroksid asosli davolovchi tagliklarga qo'yiladigan bir qancha talablar bor, ya'ni ular pulpani yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatuvchi, odontoblastlarni stimullashtirishi, pulpani jencha qavat mineralizatsiyasini kuchaytirishi, ikkilamchi jencha hosil bo'lishini kuchaytirishi, yallig'lanishga qarshi antimikrob va odontotrop ta'siriga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Biologik davolovchi tagliklar tarkibi fermentlar, yallig'lanishga qarshi moddalar, antimikrob moddalardan iborat bo'ladi. Ular qotmaydi, mexanik mustahkam emas va o'zini faolligini tez yo'qotadi. Shuning uchun 1-2 kunga qo'yiladi va odontotrop davolovchi taglikka almashtiriladi. Kombinirlangan davolovchi tagliklar ular odontotrop va biologik davolovchi tagliklarning kombinatsiyasi hisoblanib, tarkibida odontotrop vositalaridan kalsiy gidroksid, ftaritlar, glikalsiy gliserofosfat, gidroksiapatitlar, yallig'lanishga qarshi moddalar, antimikrob moddalar bo'ladi. Ularning vakil sifatida yana pulpamiksinini olsak bo'ladi. Uni tarkibida yana deksametazon antibiotiklar bo'lib, deksametazon pulpadagi shish, yallig'lanishga qarshi tomirlarning ezilishini tez bartaraf etadi. Antibiotiklar esa patogen mikroorganizmlarga qarshi kurashadi va 1-3 kunga qo'yiladi.